bu kishini o'g'li ekan, eng kichik ekan. Bu kishini ko'rib qoldik. U aytayaptiki, bu davom etamiz soatimizni. Bu qanaqangi bir nima? Bu qayerga ketyapti hozir? Bu maktab boradi. Maktabga boradi. Ha, maktabga val menga zang urdiki, men bir kampirini oparib tovuqqa shu yerga bugun qovun qaynatadi. Qovunni siz qaynatib nima qilasiz? Shirini qiladi. Shinni qiladi, ha? Siz qiladi. Ha, shinnini bu siz qishga qumga qamaysiz. Qishga nima qilasiz? Ozuqa qilasiz. Demak, unga shakar qo'shilmaydi, hech narsa qo'shilmaydi. Nima qo'shasiz? Xolis o'zini qaynatib, qovun tamom. Qovun tarvuzda alaydi, qovunda alaydi. Avlaydi. Siz urug'ini olib ketasizmi? Urug'ini olib ketamiz. Tindirish uchun unga paxsa davolar nimasini qo'shasizmi? Qo'shamiz, ha. Ha, demak men bilar ekanman, shunday qilish tartibini bilar ekanman. Bilamiz, ha, bilamiz. Yo'q, siz emas, men ham bilar ekanman. Chunki men ham o'zbekman. Demak, birodar azizlar, qadimdan bobolarimiz tayyorlab kelishgan uzumdan shinni deyishadi. Bu murabboda eng qizig'i, tayyorlangan murabboda miqdorida shakar ko'p bo'lganligi uchun 1-2 marta yalaganda sizni joningizga tegadi. Nimaga nafsonatga uradi. Bu bobolarimiz tayyorlagan xumning o'zining tayyorlash sir asrorlari bor. Bular ham bilar ekan. Men bularga bir savol berdim. Haqiqatda bular juda chiroyli. Shinniga eng asosiy ko'p uzoq vaqt qaynatilgandan keyin shinnini tindirish uchun, ya'ni achitmaslik uchun uzoq yillik paxsa dorilarning kesagidan ham qo'shiladi. Bu qo'shilgandagina shinni boshqa bir nimaga qo'shiladigan turshak sozlaydasan, o'zini muncha qara-qarasan. Qora qilib, qilar ekan. Mana bularga ham qara. Namunasi. Bu nimaga bu? Namunasi bu. Namunasi qovunni qaynatib to'ppasi. Ana qarang. Qovunni qaynatib, bularni to'ppa qilib quritib olib qo'yishar ekan. Buni suvlik tomonini siz xumga qamaysiz, sopoldan qilingan xumga. Bu hech qanaqangi temir idishlarga yoki bochkalarga, plastmassa idishlarga qamash mumkin emas. Qamaganda uni tarkibi buziladi, dorivorlik xususiyatini yo'qotadi. Demak, birodar azizlar, hozirgi mana qovunlarni ham uzoq qaynatilganda yanada shakar miqdori ko'payadi, shirinligi kuchayadi va dorivorligi inson uchun, salomatligi uchun foydali bo'ladi. Demak, siz bilan biz qovunlarni qaynatgandan keyin mana shunaqangi nima deyishadi buni? Turshak deyishar ekan. Turshak, biz ham turshak deymiz. Qovunni nimani quritilgani qovun qoqi deymiz. Qovun qoqi deymiz. Tilib qoq qilasiz. Nimalarni ham nima deyishar ekan? Haliga biz shinni deyishar ekan. Demak, birodar azizlar, shinni qilish tartibi uzoq vaqt qaynatiladi. Menga qarab. Uzoq vaqt qaynatilganda uni o'sha nimasi qayta aytdik, inson uchun shirini bo'ladi, jonga tegmaydi. Har qancha yesangiz yeysiz. Ko'p mazza keladi. Ko'p mazza keladi. Dorivorlik uni boya murabbo haqida ham gapirdik. Murabbo qilsa bo'ladi. Murabbo aynimaslik uchun askarbinik kislota yoki shunga o'xshashgan limonnik kislotalarni qo'shamiz. Bular hech qanday limonnik kislota yoki boshqa narsa qo'shmay tayyorlanadigan taomni shinni deyishadi. Bu qadimiy ovqatimiz bu. Juda qadimiy. Bularni tindirish uchun yana qayta aytamiz, uzoq qaynatgandan keyin o'sha qozonni qayta yuvib, qusib yubormasligi uchun ovqat qilingan osh qozon bo'lsa, osh pishiradigan yog' qovurilgan qozonlarning tarkibida cho'yan qozon bo'ladi. Cho'yan qozonlarni qusmasligi uchun, ya'ni nimani aynitmasligi uchun ularni tozalab yuvilgandan keyingina bu shinnini uzoq vaqt qaynatib, shu qaynatish davomida tindirish uchun, bakteriyalar va boshqa narsalarni o'ldirish uchun uzoq yillik paxsa dorilarning kesagidan qo'shilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Uzoq muddat saqlanishiga va urug' mayizlarni mana uzoq turgani urug' bog'lab qoladi deyishadi-yu. Shuni singari urug' bog'lab har qancha yesangiz salomatlikka ziyon keltirmaydi va xushbo'y bo'ladi, xushxo'r bo'ladi. Demak, nima tayyorlashni bildingiz. Men bular motosikl minishar ekan. Bu mototsiklni berchi, mana bir minib ko'raychi deyapman. Nima deysiz? Yo'qmi? Yaxshi gap. Qani? Men kuchim yetadimi, yo'qmi? Biz ilgari nima bilan yashardik? Bu yiqitib yubormasam bo'ldi. Starter qani mana?
Satırımla andali bordan. Ya nimaga siz baland qo'ydingiz? O'zi shuncha baland, puti andoza uzun. o'zim. Ha, siz O'ta baland. o'zi. Bu menga balandlik qiladi bu. Bu kishiga baland. Boshqarishchi menga men biroz qiynalaman. Menda ham mototsikllar bor. Starter qani buni? Satır andali bordan bunaga. Ha. Yo, bu nima qilib bo'lmaydi. Yo'q, kerak emas. Biz buni men mena olmadim. Meni bo'yimga biroz balandlik qildi. Xudo xolasa davomida ko'rsatamiz. Bularni eng asosiy transporti bularda avtomobil emas, mototsikl. Chunki tog'liq balandliklarga chiqish va tushish bularga o'zi otdan ko'ra bu foydaliroq Bu hozir. ko'p foyda yetkazadi. Bu foyda yetkazadi. Demak, mana sayohatimiz davom etadi. Biz Ishkomishda, ya'ni Afg'onistondamiz. Sayohatimizni davom ettiramiz. Salomat bo'ling.